Dostlar maslahat ko'rsalar, men yasagan sayvanning ustiga nimani assak bo'lar? Mavi törük bilan törük chetildi do'stlar. 1 baldaq, 2 baldaq, 3 baldaq, 4 baldaq, 5 baldaq bilan chetildi. Ma'ning ustiga hamda qarlatda assak bek satturdik ema cho'ng yo'lning bo'yi. Bu qandaroq bir planinglar va nima assak bo'ladi bu bo'z bir rasmni bir yo'llasanglar Benkas rayoniga. Ya bo'lmasa koji budek nasl va shuni sotganlarga bizlar aloqalasanglar bo'ldi. Necha kundan yoqi mashin faqat tatamidim. Mushaning gibi tushirib bir muhitni yaxshilayman deb buni hozir jihozlarni qo'rashtirib qilyapmiz. Men qarab turibman fikrim, qaranglar mana. Tüp-tüz malaya bek chiroyli do'stlar. Necha do'stlar deb ketibsizlar paka ekan deb. Bu paka emas, 3 metr egizlikda hamda mushning ostida mana chiroyli mashin tizildi. Ma bir ret mana qarım-qarshi holatda qo'ng'a tegishib turib, bunda qarım-qarshi holat tizildi. Bir turlik qilib layildim. Qurilish shirkati ochsammi, rasga qilsam xiljik qurilishni azon tanarxdan bitirib gidek bo'ldi ekan. Men aslida qurilishchi bo'lsam bu o'g'ida ekan. Mana shunda holatda mashina turdi. Egizlikka 3 metr egizlikda. Buni hamda g'oy do'stlar da'vatida egizroq qilsangiz bo'lmamdi deb. Ko'ngli bir gap bor. Daraxt egiz olgan sir shamolbek tegdi deb. Bu qancha egiz olgan siri shamolga bardosh qilish kuchi ojiz bo'lib qoldi degan gap. Hamda mush to'riklar mushunda tutib turgan gap men ostidagi mobil bilan. Mushlarni qilyapmiz, keyinmi butun deb lapas mush butun mush bazarning ham yerine bir saatçılığa o'rin chiqaryapmiz. Boyan mushini qurilish oldi turdi. Nurg'un ishlarimiz bor, shuni mashina yo'llayapman do'stlar. Necha vaqtni yaxshi muzikachilik orqali bir do'stlarga bir film yo'llab qilyapman. Muzikalarimni nima intay yoqtirib olinglar deymiz. Shuni hamda men do'stlarga bir ko'z titay qilyapgan ishlarni da film yo'lladim. Yo'g'ashibdi deb qo'ygansa endi ish yo'lda. Undan keyinni bir ko'z titam toq. Keyinni bir ko'rib yiqinli keyinning sharoitini. Mashinaning hammasida keyini o'tib ketgan. Endi mushni qilib bo'g'ichamda baka mashinaga tekitib yo buzilib ketmasin deb. Keyin tarafni bir ko'rib aqiladi do'stlar. Ammo keyin tarafga mana ko'rib turibsizlar, butun mashinaning hammasini keyin tarafga amalba patqizib turdik. Keyin qismini nima soat 3da qilib adab svarklab qilyapmiz. Ish qilib mush mashinchiligiga eng yaxshi bo'lgan bir sharoitdan birini bir hozirlab chiroyli do'stlar kelsa bir muhiti pakiz bo'lgan bir bozordan birini tayyorlash uchun terishyapman do'stlar. Patiqini tugaydi, tugislam yana davomli do'stlarga mashina tavsiya qilishni boshlaymiz. Agarchi mashina olmoqchi bo'lgan do'stlar qolsa, ishkilanmay kelaversanglar, bizningki mush bazarimizningki keyni maydonda mashinalarimiz mushay tizig'liq. Uning ustiga yana tatafka mana mega yancha deb bizningki avtomobil asrashlarni olib boradigan o'rnimizmi? Patiqini tijorat boshlaydi. Mashinamni jiyo olmoqchi bo'lsam bo'ldi degan do'stlarga yaxshi sifatli bo'lgan Abdullah bilan ta'minlash olib boramiz. Cho'qim yaxshi mulozimat qilamiz degan gap do'stlar. Shunga necha kun oyog'i mushlarni qilib ketib borman. Yo'qolib ketdingizmi mashina so'zimdan siz deb so'rayotgan do'stlar bor. To'g'ri tushensanglar, mush tutgandan keyin davomli mashina so'zlashni boshlaymiz do'stlar. Bizga davomli bizni qaytib olib, dehqonlar davomli bizni bo'lsin. Rahmat, xayr xo'sh.